Davom etgan joylariga keldim. Mashinalarni ham olib keldim. Davom etgan ipotek kredit markazlariga mashinalarni olib keldim. Okay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchagaysizmi? Nima bo'ldi? Tog'ingiz mashinasini olib keldim. Olib keldim. Qani? Mana mashinalari. Necha pul chiqarib bering bunga? 60 million dedilar. 60 million. Bo'ldi. Hal qilib beradi, Ibrohim 3 soatda bitirib olasiz sizni. Qarabana. Mayli, mendan nima hujjatlar kerak bo'ladi? Sizni oling, mashina pasportini olib keling. Mayli, xo'p. Qarabana, 3 soatda agar mabodo shu onlaynlarda ham kerak bo'lsa, telefonga nomer qoldirib. Mayli, telefon qilishadi. 2 milliondan yuqori bo'lsa, avtomobilni qabul qilamiz. Mayli, xo'p. Boshlaymiz. Boshlaymiz.